Qanday qilib bittagina fikrlash formulasi orqali 2,5 million so'mlik oyligimni 5 million so'mga ko'tarishga muvaffaq bo'lganman. 2020-yil men Button brendi ambasadoriman. O'shanda 2,5 million so'mga ishlardim. Muzokaraga kirishganimda shunday bir fikrni aytdim. Meni oyligim ko'tarilishi rahbariyatga qanday foyda keltirishi haqida ma'lumot berdim. Ya'ni, oyligim ko'proq bo'ladigan bo'lsa, men mana bunaqa kurslarga borib, mana bunaqa kuchliroq kadr bo'laman va kuchliroq kadr bo'lganim sizga ko'proq foyda olib keladi degan g'oyani aytganimda, ko'rib turganingizdek, muvaffaqiyatli muzokara o'tkazishga muvaffaq bo'lganman. Qanday xulosa qilishimiz mumkin? Juda ham oddiy. Siz kimdandir nimadir so'rayotganingizda, doimo o'zingizni foydangizni, o'zingiz qiynalganligingizni yoki o'zingizga keragini emas, balki siz o'sha narsani olishingiz berayotgan insonga qanchalar foydali ekanligini tushuntirishingiz kerak. Bu notiqlik. Notiqlikning undan ham kuchliroq bilimlarini o'zlashtirmoqchimisiz? Unday bo'lsa, Nodir Nuritdinov akkauntiga obuna bo'ling. Men xalqaro litsenziyalangan psixologik diplom egasi, ovozingiz va nutqingiz yuqori darajada bo'lishini ta'minlash uchun xizmat qilaman.